Salom aziz yurtdoshlar, qadrdon do'stlar, yaqinlarim. Barchangizga kirib kelayotgan yangi 2021-yil muborak bo'lsin. Yurtimiz hamisha tinch, kasalliklardan xoli, dardmanlarga esa Alloh shifo bersin. Hammani uyida fayz va baraka, tinchlik va osoyishtalik, xursandchilik hukm sursin. Bu yilda amalga oshmay qolgan niyatlaringiz ijobatini yangi yilda ko'ring. Yangi yil baxtli hayotingizning yangi debochasi sifatida saodatli kelsin. Yangi oila qurgan do'stlarim, oilasiga esa yangi mehmonlar, shirin shakar farzandlar nasib etsin. Yangi yilda uy olaman, mashinali bo'laman, o'qishga kiraman degan qadrdonlarim ham murodiga yetsin. Eski yil sarhisobi o'zining mudhish yo'qotishlari bilan dilni xira qiladi. Yangi yilda yaqinlaringizni yanayam qadriga yeting. Mehringizni ayamang, vaqtingizni qizg'anmang. Meni eshitayotgan inson, qadrdonlarim, barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan qizg'in muborakbod etaman. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Baxt qo'ng'irog'i Telegram kanali.